Bir kuni ukamdan shunaqa zakaz keldi va u ofitsiantlariga adras matosidan forma kiydirmoqchiligini aytdi va biz birinchi sotuvdagi adreslarni ko'rib, o'rganib chiqdik. Ularni yuvilishga moyilligini, qulayligini tekshirdik. Keyin esa eskiz chizib, o'g'il bolaga ham, qizlarga ham qulay bo'lgan formani tayyorlab oldik. Bozorga bordik, adres materialini, nusxasini yuvilishga moyil bo'lganini tanlab, bichib, protsessga olib keldik. Nakleykalarni ham zakazga qildirdim va shunaqa chiroyli nakleykalarni cho'ponga yopishtirdik. U umuman ketmaydi, yuvsanglar ham bo'ladi bemalol. Bu ofitsiantlarning kiyimlariga ideal chiqdi deb o'ylayman. Ularga juda ham yoqibdi. Odzivlar zo'r bo'ldi. Bemalol kir mashinada ham, qo'lda ham yuvsa bo'ladigan, bemalol kiyinib, issiqdan foydalansa bo'ladigan forma bo'ldi. Sizga ham chiroyli do'ppilarni olib, shunaqa jo'natganmiz. Chopon palov agar siz Xorazmda Urganchda bo'lsangiz, обязательно borib yeb ko'ring. Sizni issiqqina choylar bilan kutib olishadi.